Shovqin. Bu nima yana? Nega har safar taglikni almashtirish operatsiyadek murakkab va dramatik bo'ladi? Qo'llarda niqob va salfetkalar yuzga favqulodda holat ifodasi. Eshitinglar, bu oddiy taglik almashtirish. Men yadro reaktor emasman. Uxlab qolsam festival boshlanadi. Men nihoyat uxlab qoldim. Shunchaki qayerdandir changyutgich ovozi, opamning baqirig'i serial baland ovozda. Assalomu alaykum. Bu uyda men yotib qolsam hamma bayramga tayyorlanadimi? Shunchaki tinch uxlab olay bo'ldi. 30 daqiqa bo'lsa ham tinchlik bering. Shovqin, chang, siqilish, odam ko'p. Sizga ko'ngilochar bozor, menga esa stress. Axir bitta joydan aravachada yurib men uchun barcha kerakli narsani topish mumkin-ku. Mittivoy degan joy bor. Meni ham, sizni ham asraydi. Sovuq qo'llangan salfetka masalasi. To'g'risi men sizga ishonardim, lekin siz yana orqamga sovuq qo'llangan salfetka tekkizdingiz. Bu nima edi? Hamma narsa joyida ketayotgandu-ku. Yaxshi, bilaman, tozalik kerak, lekin bu muzli hammom emas-ku. Kelishamiz, siz salfetkani iliq qilasiz, men esa yig'lamayman. Yana bir marta bu paypoqlar haqida gaplashaylik. Har safar oyoqlarimga nimadir kiydirasiz, men yechaman, siz yana kiydirasiz. Bu qanday o'yin? Bilaman, issiq tutadi deyapsiz, lekin men o'zimni qanday his qilayotganimni eshitmayapsiz. Oyoqlarim erkinlik istaydi.